845-yil ulkan titan va bronirованный titan to'satdan paydo bo'ldi va Mariya devorini buzib tashladi. Natijada uzoq asrlardan beri och qolgan titanlar insoniyatning 1/5 qismini qirib tashladi. Natijada insonlar yashaydigan hudud Roza devori bilan cheklanadigan bo'ldi. Ikkinchi qism: insoniyat oyoqqa turmoqda. Shunday qilib, harbiy maktab ham boshlandi. Ma'lumki, har bir harbiy maktabda dastlabki kun tanishuv bo'ladi. Bularga biriktirilgan qo'mondon juda qattiq qo'l va qo'pol edi. U har bir askar bilan alohida tanishib chiqardi. Va ularni hatto urardi ham. Lekin shunday bir vaziyatda Sasha Blaus ismli qiz safda qaynatilgan kartoshkani beg'amgina yeb turardi. Qo'mondon bundan qattiq hayron bo'ldi va Sashani oldiga borib, "Nima qilyapsan?" deb so'raganda, kartoshka yeyotganini aytdi. Va nega aynan hozir yeyapsan deb so'raganda, o'zini tutib tura olmaganini aytib, xuddi qo'mondonning ustidan kulgandek kartoshkani yarmini bo'lib qo'mondonga uzatdi. Qo'mondon bundan qattiq hayron bo'ldi. Bu qilgan ishi uchun Sasha kun bo'yi yugurish jazosini oldi. Shuningdek, bunday tizimga o'rgana olmagan o'quvchilarni esa o'zlashtirilgan yerlarga ishlash uchun yuborishardi. Erenning fikricha, qo'rqoqlar va nimjonlar bu yerdan ketishi kerak. Bolalar Eren va Arvindan qayerdan ekanliklarini so'rashdi. Ular Segansinadan ekanliklarini aytishgan edi. Bolalar esa Erenni savol bilan ko'mib tashlashdi. Eren ulkan titanni ko'rganini va uning boshi devor ustidan ko'rinib turganini, bronirованный titan esa boshqa oddiy titanlardan farq qilmasligini aytgan edi. Bolalar o'zi oddiy titanlar qanday bo'ladi deb so'raganda, Erenning onasining o'limi esiga tushib, tomog'idan ovqat ham o'tmay qoldi. Lekin Eren o'zini qo'lga olib, bu titanlar oddiy maxluq ekanini, agar ular OPMni ishlatish bilimini o'rganishsa, titanlarning hammasini qirib tashlashliklarini aytdi. Lekin shu vaqt Erenni kuzatib turgan Jan Kirstein, "O'zingni qahramon qilib ko'rsatma, o'zi aslida iliginggacha qaltirib qo'rqyapsan-ku" dedi. Ular bir-biri bilan janjallashib ketay dedi, lekin shovqin chiqmasligi uchun kelishib olishdi. Ertasi kuni OPMda muvozanatni saqlash darsi boshlandi. Ko'pchilik bu darsni uddaladi. Ayniqsa Mikasa muvozanatni ushlashda juda xotirjam edi. Boshqalar ham buni uddalashdi, lekin Erenda bu o'xshamadi. Eren o'zi ham qanday qilib uddalay olmayotganini tushunmasdi. Eren darsdan so'ng ham o'rganishga harakat qildi, lekin bolalar gap qila boshladi. Anavi hamma titanlarni qirib tashlayman degan bolami, ertaga uni ham boshqalar bilan birga o'zlashtirilgan yerlarga ishlashga yuborishadi. Arvin va Mikasa Erenga dalda bo'lishga harakat qilishardi. Mikasa siqilishning kerak yo'qligini va bu hech qanday foyda bermasligini aytdi. Jan Kirstein va boshqa bir bolalar Erenga yordam bermasliklarini, ular bu ishda ustasi ekanligini aytishdi. Eren Bertel va Raynerning oldiga borib bu ishning sirini so'radi. Lekin ular buni hech qanday siri yo'qligini, bu ularda oddiygina o'xshaganini aytishdi. Ular endi ketamiz deb turgan vaqtda Bertel, "To'xtanglar, sizlar Sigansinadan-sizlar-a? Unda titanlar qanchalik dahshatli ekanliklarini bilasizlar va nega shunday bo'lsa ham yana askar bo'lmoqsizlar?" deb so'radi. Bertel va Rayner Mariya devorining janubi-sharqiy qismidan kelishgan edi. Ular yashagan yerlarga titanlar xabarlardan ham tezroq yetib borgan edi. Bertelning aniq bir maqsadi yo'q. Uning maqsadi qirol politsiyasiga o'tib, ichki devorda xotirjamgina yashash. Raynerning maqsadi esa titanlar endilikda yo'q qilib yuborgan vatanini qaytarib olish. Uning asosiy maqsadi shu edi. Rayner Erenga maslahat sifatida kamarlarga e'tiborli bo'lishini aytdi.
Ertasi kuni barchaning oldida Eren imtihon topshirdi. Bu Eren uchun oxirgi imkoniyat edi. Eren qalban bu ishni bajarishga qat'iyan kirishgan edi va bu ishni uddaladi ham. Lekin Получилось! Eren yiqilib tushdi. Erenning orzulari chippakka chiqqandek edi. Lekin Обменяйтесь ремнями с егером. Есть! Eren kamarlarni almashtirgan edi, u muvozanatni saqlay oldi. Eren hattoki buzilgan kamar bilan ham shunchalik vaqt tura olgan edi. Eren bu ishni uddaladi va Erenda titanlarni o'ldirishga bo'lgan olov yanada kuchaydi. ...850 yil. Yana bir mashq vaqti. Har bir askarning o'z ustunlik taraflari bor. Endilikda har bir askarning ustunlik taraflari qo'mondonga ma'lum. Armin jismonan kuchli emas, lekin jamoa bilan ishlashda va aqlan juda kuchli. Rainer Braun kuchli asabli va kuchli tanaga ega odam. Jamoadoshlari unga ishonishadi. Bertold Huller yashirin fe'l va kuchli potensialga ega odam. Jan Kirstein manyovrlar ustasi, lekin hasadgo'y, yashira olmaydi. Annie Leonhardt hujum qilishiga gap yo'q, lekin jamoa bilan ishlay olmaydi. Yolg'iz. Connie Springer juda yengil va tez harakat qiladi, lekin ko'p narsalarga aqli yetmaydi. Sasha Blaus bir xil turmaydigan, ko'pincha jamoaga xalaqit beradi. Ajoyib intuitsiya egasi. Eren Yeager aytarli kuchli tarafi yo'q, lekin u boshqalarga nisbatan eng ko'p harakat qildi va maqsadiga erishdi. Mikasa Ackerman har taraflama kuchli. Ko'pchilikning aytishicha, tarixda bunday o'quvchi bo'lmagan. Eren va Rainer birgalikda sherik bo'lib, qo'l jangini mashq qilishardi. Annie bemalol qo'mondonga bildirmasdan mashq qilmasdan yuraverardi. Rainer Anniega haqiqiy askar qanday bo'lishini kel ko'rsatib qo'yamiz dedi va Annieni jangga chorladi. Annie g'azablandi va Rainer Annie bilan jangga ishonishini aytdi va Rainer ham Eren Anniedan bu jang san'atini qayerdan o'rganganini so'radi. Anniega buni otasi o'rgatgan edi. Hamma askarlar kuchli o'ntalikka kirish uchun harakat qiladi. Qanchalik kuchli bo'lsang, shunchalik titanlardan uzoqroqda bo'lasan. Bunga sabab hamma qirol politsiyasiga kirib, qirolni himoya qilish uchun harakat qiladi. Lekin aslida ular qirolni oldiga borib, tinchroq hayotda yashash uchun harakat qilishmoqda edi. Bu yerda hamma o'zini dovyurak qilib ko'rsatadi. Kechasi hamma ovqatlanib o'tirgan vaqtda Marko qirol politsiyasiga kirib, qirol uchun jonini fido qilishini aytdi. Lekin Markoga Jan Kirstein qo'ysangchi, axir ichkarida qirol politsiyasida tinch yashashga harakat qilmoqchisan-ku dedi. Eren uni gaplaridan tushundiki, Jan Kirstein o'zini kuchli qilib ko'rsatib, lekin aslida qirol politsiyasida shunday tinch hayotda yashashni niyat qilgan edi. Ikkalasi bir-biri bilan janjallashib, tortishib ketishdi. Mikasa ularni ajratib oldi. Lekin Jan Kirstein o'zini bosib tura olmasdan Erenni so'kib tashladi. Eren shunda tushundiki, Jan Kirstein boshqalarga o'zini kuchli qilib ko'rsatmoqda edi. Va Eren Anniedan o'rgangan usuli yordamida Jan Kirsteinni
bir tepib ag'darib tashladi. Jankersteyn u qanday usul bilan uni urganini tushunmay qoldi. Shu vaqt qo'mondon shovqinni eshitib bu yerga yetib keldi va nima bo'lganini tushuntirib berishlarini so'radi. Mikasa Sasha havoni bulg'ab yuborganini aytdi. Barcha kerakli bilimlarni olib bo'ldi va endi hal qiladigan vaqt yetib keldi. 212 ta kadet maktabni bitirdi, lekin ulardan 10 tasigina 3 ta yo'lni tanlashi mumkin. Birinchisi garnizon, devor va shahar himoyasini ta'minlash, ikkinchisi razvedguruhga qo'shilib o'z jonini xatarga qo'yib titanlar yerlardan o'ljalar bilan qaytish, uchinchisi qirol politsiyasiga o'tib qirol uchun o'z hayotini fido qilish. Bu yo'nalishlarga 10 ta askarlar saralab olindi. Bularning ichida Eren ham bor edi. Ana endi Erenning orzusi ushalish arafasida edi. Eren kechki payt qirol politsiyasiga qo'shilmoqchi emasligini aytdi. Ular nega bunday qilmoqchisan deb so'raganda, o'zi aslida u boshidan maqsadi qirol politsiyasi emas, balki razvedguruhga qo'shilish edi. Arvin ham Eren bilan birga razvedguruhga qo'shiladigan bo'ldi. Mikasa ham ular bilan birga qo'shilar edi. Sababi Mikasasiz Eren hech uzoqqa bora olmaydi va Mikasa ham o'z yaqinlarini boshqa yo'qotmoqchi emas edi. Ertasi kuni asosiy yo'l bo'ylab razvedguruh a'zolari o'tishardi. U yerda kapitan Erwin va boshqa a'zolar ham kelishardi va u yerda hammaga mashhur bo'lgan Levi Ackerman ham bor edi. Shuningdek, ular do'sti Hannes bilan ham uchrashdi. Hannes Erenga o'sha vaqtda onasini qutqara olmaganligi uchun uzr so'radi. Eren bu yerda Hannesning hech qanday aybi yo'qligini aytdi. Eren garnizonga borib ne ko'z bilan qarasinki, u yerda uning boshqa do'stlari ham Erenning ortidan u bilan birgalikda razvedguruhga qo'shilmoqchi ekanliklarini aytishdi. Shu vaqt Sasha o'zini tutib tura olmasdan kolbasa o'g'irlab kelgan edi. Ular Mariya devorini yo'qotgandan so'ng kolbasa, go'sht mahsulotlari juda ham qimmatlab ketgan. Shu sabab ular o'zlarini tutib turisha olmadi. Erenning niyati amalga oshdi. Insoniyat endi titanlarga qarshi oyoqqa turadi. To'satdan avvalgidek ulkan titan yana devor oldida paydo bo'ldi. Bolalar sarosimaga tushib qolishdi. Hattoki ularning bir sherigi o'zida yo'q yuqoridan pastga tushib ketardi. Sasha uni qutqarib qoldi. Ular ne ko'z bilan pastga qaransinki, titan yana devorni ochib qo'ygan. Erenni o'ch olish vaqti keldi va titanga qarshi jang qilishga yo'l oldi. Ну, привет. 5 лет не виделись.